Hammaga salom. Yaqinda men hozir Chilonzor Gul bozorida yonidaman. Menga kim necha pul qarz bersa, men pulini 2 barobarga oshirib beraman, kuzatinglar. Yaxshimi xola, charchamas. Xola, men bitta qizimga Gulga pul yetmay turuvdi. O'sha 50 ming so'm yetmay turuvdi. Qarz berib turamiz, qarz so'radi xola. Ha? Berib turamiz-a? Bo'ldi, xo'p, xola charchamang. Yo, bo'ldi, blogerman. Prosta necha pul bersangiz 2 barobarga oshirib bermoqchi edim. Bo'ldi, opa, prosta olib bo'lindi-da. Bo'l, ol. Birinchi ishtirokchida ololmadi, ikkinchi ishtirokchi. Qani go. Salom. Yaxshimi so'ka, charchamas. Okay, men bitta qizimga Gulga ozgina pul yetmay turuvdi, okay? 100 ming so'm yetmay turuvdi. O'shanga yordam berib tura olasizmi? Okay, ozginaroq bo'lsa ham, okay? Mayli, okay, charchamang. Ikkinchi ishtirokchimiz ham bermadi, kuzatinglar aqlli. Assalomu alaykum. Mayli, 1 minutga okay? Okay, iltimos bilan to'xtatolman. Men bitta qizimga Gulga ozgina pul yetmay qoldi. O'shanga 50 ming so'm yordam qilib tura olasizmi? Mayli. Uchinchi ishtirokchimiz ham bermadi, kuzatib turinglar. Brat, mayli, 1 minutga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Okay, men Gul bozorida qizimga pul olotgandim, okay? O'shanga 50 ming so'm yetmay turdi. O'shanga yordam qilib tura olasizmi, okay? Siyo. To'rtinchi ishtirokchimiz ham bermadi, kuzatib turinglar. Assalomu bitta iltimos bilan murojaat qildim. Qizimga Gul olotgandim, 50 ming so'm pul yetmay turdi. O'shanga yordam qilib tura olasizmi? 1-2 so'm bo'lsa, ha? Yo'q, ha? Siyo. 5-chi ishtirokchimiz ham bermadi, kuzatib turinglar. Assalomu alaykum, keling. Qolmang, yaxshimisiz? Keyin bitta iltimos bilan to'xtatib o'tdim sizni. Men bitta qizimga Gul olotgandim, 50 ming so'm pul yetmay turdi. O'shanga yordam qilib tura olasizmi, bola? Serios ochiqcha. Ha? Yo'q, uyushtirmaymiz. O'shanga necha pul yordam qilib tura olasiz? 50 ming so'm berib tura olasizmi? Berib tura olasiz-a? Bo'l, 50 ming berib turing, opa. Voy, gap yo'q, lekin sizlarga yaxshi insonlar ko'paysa, opa. Prosta realni allamayman, lekin haqiqatan qizimga bashi Gul olmoqchi edim, pul yetmay qoldi-da. Voy, gap bo'lishi emas. Opa, qarang, men blogerman. Kim menga necha pul bersa, men pulini 2 barobarga oshirib beraman. Opamiz mana qo'yadi, 6-ishtirokchi 50 ming so'm qarz so'radim, 50 ming so'm joyida berdi. Biz 50 ming so'm pulini 100 ming so'm qilib qaytaramiz. Gap bo'lishi emas. Opa, yaxshilik. Rosa. Allamayman. Yaxshilikni to'xtatmasdan qovurish kerak. Charchamang, opa. Qalay, yoqdimi? Charchamang, xo'p, mayli, opa. Ko'rdinglar, kim menga necha pul bersa, men pulini 2 barobar qaytaraman. Kutinglar, yaqinlar, sizlardan ham pul so'rab qolishi mumkin. Go.